Big Fishing. Assalomu alaykum do'stlar. Big Fishing YouTube, Instagram kanali obunachilari, Telegram gruppasi obunachilari. Do'stlar, mana Xudoga shukr, zapretlarni ham tugatdik. Bugun birinchi kun o'g'ga chiqib ketyapman Dikiga. Xudo xolasa bir Dikida ham o'q qilib kelamiz. Ko'raylikchi, nima bo'ldi ekan, nima o'zgardi. To'kchilar, to'rchilar kamaydimi, ko'paydimi, Xudo xolasa. Endi o'zimiz ovda bo'lsak, to'kchilarga ham, to'rchilarga ham qarab, iloji boricha o'zimiz yordamimizni qilamiz davlatimizga. Shtraflar katta, o'zlaring bilasizlar. Iloji boricha to'r ishlatmaslik yaxshi bo'lardi. Balalarimiz ham Xudoga shukr ko'payishi kerak, endi bundan ba'giga ko'payib qolsa yaxshi bo'lardi. Qani ketdik do'stlar, endi bir Dikida aylanamiz, ovda qilamiz, Xudo xolasa natijalar bo'lib qolar. Bir aylanaylikchi, do'stlar. Yo'lda ketyapman, hozir Qiziltepa sanatoriy bilan Uchi post orasidagi yo'ldaman. Zo'r qilib qo'ydi mana shu yo'lda. Mazza qilib bosib 140 150 qilib 5 minut yetib boradigan qilib qo'ydi, yetib boradigan joyimizga. Mana hozir 120 da ketyapman. Hech nima bilinmayapti, yo'llar tekis. Mana yonimdan 130 140 ta Cobalt o'tib ketyapti, вообще. Tekis ketyapti, zo'r, yo'llar zo'r. Mana hozir 130 ga qarab ketyapti. Yo'l tekisligidan hech nima bilinmayapti. Mana 140. Zo'r gap yo'q. 140 ta hech nima bilmayapti, tekis. Xudo xolasa bugun bir Dikida o'q qilib qaytarganman-da. Uchi post oldidagi yamani ko'pchilik biladi, mana shovani. Hech kim yo'q, mana birorta baliqchi yo'q. Endi o'sha karasa yurmay qo'ygandir-da, o'shancha hech kim yo'q mana. Ko'ryapsizlar, pastda. Mana hech kim yo'q. Yo'lda bo'yda ham, pastda ham. Davom etamiz yo'limizda. Do'stlar, katorga qiziqqanlar, katorda o'q qilishni yaxshi ko'radiganlar uchun mana katorda suv ko'p. Anchagina baland suv. Mashatta baland, mana hozir birinchi ko'prikka yetib keldim. Birinchi ko'prikda shunchalik baland. Demak, u pastroqlarda yana ham baland bo'lishi mumkin. O'sha hisobini olib kelaverasizlar. K4da o'q qiladiganlar katorda. Kimdir bomba kanal deydi, kimdir kator deydi. Mana suv baland. Xo'p, do'stlar, mana zakinlarda aylanib yuribman. Mayt hozir bitta zakinni ko'rib qoldim. Suv pastroqda ekan-u, lekin suvni chuqurligi yaxshi ekan. Lekin suv pastroqda, buyoqdan teparoqdan turib tashlashga to'g'ri kelar ekan. Suvi yaxshi ekan-u. Lekin joylari neudobnroq ekanda. Zakinlarda hozircha suv bor. Aylanib yuribman, normalroq joy topsam 1-2 soat o'tirib o'q qilib ketaman. Ammo joy tuzuk ekan, uncha qiyinroq ekanda o'tirishmayapti, tikka ekan joy. Yaxshiroq joy topsam o'tiraman hozir. Yuribman aylanib. Hozir bunaqa bitta joy topdim. Lekin suvi sayozroqqa o'xshayapti, ko'ryapman, lekin baliq borini o'ynayapti baliq. Baliq bor ekan. O'nadari changitib yuribdi, baliq bor ekan. O'na o'yinlarda suv sayozligini hisobiga changitib tashlayapti suv. Loyqalatib. Baliq bor ekan. Qarmoq tashab ko'raman mashatga. Yaxshi joy ekan. Joy zo'r.
Mana katta zakdan, katta oqimdan baqa suv kirar ekan. Chuqur bas, lekin mana oqim zakin yaqin ekanda, chuqur. Bu narigi zakin chuqurroq ekan bundan ko'ra. Shunga baliq kirsa kerak deb o'ylayapman. O, o'tin bijir-bijir qilib yuribdi har xil baliqlar mayda-chuyda. Bu tomoni ham u yoqqa qarab kirib ketgan ekan, u tomonga o'taymikin ko'ramiz hozir. Yo bag'da yo yoqda ozgina o'qib ko'ramiz. Och qisilib qoldi endi bile. Charchadimi bile. Chiqarasida endi bak ha. Nariga milashib bo'pti. Ha. Bu nariga ham chiqyapti. Qaysi? Qani. Ya u boshqa u chiqmaydi, u kulcho'y. Mana yana cho'ldan vahimasidan Natija. o'tdan jotsa bo'lar ekan. Matga kelmay qo'ydi o'sha. Akamni joyida yoniga o'tirib oldingiz. Mayli. Ana. Mana. Ikkinchisi. Voy. Siz kelaverasizlar, hop. Yomon bo'lyapti ama. Biyatanlar. Oh. Bugün necha cheslo? 1mi 2mi? Cheslo ne? Qo'ldan mana zo'rda. Achyoninda. Ko'taring, o'rnasini endi. Mana natijalar bor mana. Diki. 1,5 kilo chiqdi. 1,5 kilo chiqib qoladi. İşte mana zo'rlarda zo'r bo'lyapti mana. Mana. Aytda bor yana bola chaqasi. Mana. Ne? Bugungi natijalar cho'ldan. Assalomu alaykum ahli guruhlar, mana prirodaga chiqdik. Birinchi iyun kungi. Mana hurmatli hamkasbalar, cho'ldan natija. Kelaverasizlar, baliq o'g'rayapmiz.